Navbatdagi mashina Kia Bongo avtomobili. Bunga Al Capone'dan izotermический furgon xizmati ko'rsatilyapti. Ichki qismi panel obshivka, yon tomondan eshiklar ochilyapti. Al Capone izotermik furgon bo'lgandan keyin ichida pokeylari ham bo'ladi. Bu mashina ham bitganda bitta ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari bu yoqda pikap avtomobillarini olib qo'yganmiz, Isuzu avtomobili. Bu mashinalarni o'zi zavodskoy orqa bortini yasatib turadigan yoki sotib oladigan bo'lsangiz 30-40 million atrofida bo'ladi. Termotentga olib kelsanglar 10-15 million atrofida mana bunaqangi furgonlarni, mini furgon variantlarini qilib berishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham baquvvat bo'ladi. Ancha arzonroqga sizlarga aylanadi. Pikaplar ham bitganda alohida obzor qilib ko'rsatamiz. Sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, jarayonlarni kuzatib boring.